Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. Buxoroda 4-noyabr kuni Buxoro davlat universiteti talabasi o'lik holda topildi deb xabar bermoqda Bosh prokuratura matbuot kotibi xizmati. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda kerakli joyga yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang. Buxoroda 4-noyabr kuni Buxoro davlat universiteti talabasi 1-kursda o'qiydigan qiz o'lik holda topildi. 18 yoshli qiz shahar chekkasidagi Koson tumanidan bo'lib, chet tillari fakultetining 1-kursida o'qigan. Tergovning asosiy versiyasiga ko'ra, qizning o'zi 2 qavatli kravatning temir to'sinida sirtmoq yasab o'z joniga qasd qilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Ehtimoliy nizolar yoki bunday xatti-harakatlarni boshqa sabablari haqida xabar berilmagan. Eslatib o'tamiz, 28-aprel kuni Buxoro davlat universitetining 2 talabasi yotoqxonada o'zini osib qo'ygan. Birinchi yigit o'limi oldidan hech kimni uning o'limidan ayblamaslikni so'rab xat qoldirganda, ikkinchi o'z joniga qasd qilgan yigit bo'lsa, mash'um kungacha ijtimoiy tarmoqlarda o'z joniga qasd qilish rejalari haqida bir necha bor xabarlar yozib qoldirgan hamda ushbu qing'irishni amalga oshirganligi aytilgan edi. Hurmatli tomoshabin, farzandlaringizga befarq bo'lmang.